Nachinkasi bir xil, ko'rinishi har xil, hech qachon trenddan qolmaydigan, og'izda eriydigan bu shirinlikni nomini siz eslating, retseptni men eslataman. Birinchi bo'lib elangan un, xushbo'y, sariyog' ta'mli margarin. Ikkalasini birgalikda kroshka qilib olamiz. Ketidan bir choy qoshiqda razrixitelni solib aralashtiramiz. 2 dona tuxum sarig'i, smetana. Agar smetanangiz bo'lmasa, yog'liqqina qattiq solsangiz ham zo'r chiqadi. Xamir tayyor. Endi esa tuxum oqini bir chimdim tuz bilan yaxshilab mikser qilamiz. Oqarishni boshlaganda shakarni oz-ozdan solib, quyuqqina massa bo'lguncha yana yaxshilab mikser qilamiz. Tayyor xamirni bo'laklarga bo'lib, xuddi shu ko'rinishda yoyib, bize va olchani solamiz. Sizga shu joyida eslatma. Bize qolib ketsa qolib ketsin, lekin ortiqcha ko'p sovormang. Aks holda pishayotganda yorilib, ko'rinishi chiroyli chiqmasligi mumkin. Shirinlikni o'zimizga yoqqan, xohlagan shaklda tugib, 180 darajada qizdirilgan pechda pishirib olamiz. Ranglari chiroyli, tillarang bo'lsa bo'ldi. Shu joyida yana bir eslatma. Shakar upasini shirinligimiz sovib qolmasdan turib sepamiz. Ha aytgancha, bu meni eng yaxshi ko'rgan shirinligim. Sizni yaxshi ko'rgan shirinligingiz qaysi? Albatta yozib qo'ying. Retseptni albatta saqlab oling va menga obuna bo'lishni unutmang.